Assalomu alaykum hammaga. Yangi qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Mana obzorni ko'rsatib o'tamiz. Temir qafaslarimiz tovuqlar uchun. Uzunligi 3 metr, eniga 1 metr, tagi yerli qafaslarimiz. Temir qafaslarimiz ugoloydan bo'lgan. Zanglamaydigan materiallardan bo'lgan. Oxir don idishlari mana ikki tomonda alohida. Hop. Razmeri 3 metr, eniga 1 metr, balandligi 1.10 cm. O'rtada arka eshiklar mavjud. Shiprosdan stiklovatlar qo'yganmiz. Qolaversa yonida mana tuxumlash xonalari addenni surma shaklida ochiladi. Bu yerdan tuxumini olib foydalanish mumkin. Zakaz ko'tariladi bu qafasimizni. Bu yonidagi esa shu qafasimizni 2 metrli varianti. Uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, balandligi 1.10. Don idishlar mana splashni. Hop, bu qafasimizga 10 tadan 12 ta tovuq sig'sa, bunisiga ko'proq sig'adi. 20 tagacha tovuqlar ichida erkin yurishi mumkin. Ikkala qafasimizni Namangan viloyati Pop tumaniga yetkazib berish shartlari bilan 3 million so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Mana bu yerda kaptar ishqibozlar uchun kaptar qafaslarimiz ham tayyor bo'lgan. 16 tali, balandligi 2 metr, uzunligi 1.40, yon tomoni esa 1.10 cm ga ajratilgan. Tashqarida qo'noqlari mavjud. Mana oyoqlariga botmaydigan. Ranglari stalnoy. Eshiklari arka shaklida bo'lgan. Keng holatda odam kirib chiqish uchun, bemalol kirish uchun sharoit qilib tayyorlaganmiz va ichida mana qo'noqlari profildan 2x2 arka shaklida jami 16 ta gnezdosi bor hamda mana bu yerda mana parlash xonalari mavjud. Shifrosdan stiklovatlar tortganmiz. Taglari baquvvat, odam kirsa bemalol ko'taradi. Bu qafasimizni ham zakazga tayyorladik. Farg'ona viloyati Quva tumaniga yetkazib berish shartlari bilan 2,5 million so'mga tayyorladik. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.